Hadeb pulingizga vitamin sotib olmasdan shu taomni haftada bir marta tayyorlab ichib turing. Sizga vitaminni kerak. Taomga kerakli masalliqlarning hammasi juda ham foydali mahsulotlar. Mana retsept. Sizdan bo'lsa bittagina qizil yurakchani bosib qo'ying, xursand bo'laman. Kartoshka va sabzini turburcha mayda qilib to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra bulg'or qalampirlarini ham qizil, yashil, sariq qilib ishlatishingiz mumkin. Ikkitagina chesnokni ham parrak qilib to'g'rab olamiz. Har doim taomlarga pomidorni po'stini artib to'g'raganingiz yaxshi. Mayda qilib to'g'rab olamiz. Yog'siz qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuz va ziravorlarni solib yaxshilab aralashtirib olamiz va yumaloq qilib shakl berib chiqamiz. Qozonni qizdirib yog' solamiz. Birin-ketin qiymali koptokchalarni solib qizartirib qovurib olamiz. Qiymalarni avval qizartirib, so'ng taomga qo'shsangiz ranglari chiroyli chiqadi. Pishgan koptokchalarni alohida idishga suzib olamiz. Qolgan yog'iga to'g'ralgan piyozni solib qizartirib qovurib olamiz. Avvaldan to'g'rab qo'yilgan kartoshka, sabzi, bulg'or qalampiri, pomidor, chesnokni solib yana qovurishda davom etamiz. Tabga ko'ra tuz, paprika va tomatli pastani solamizda yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab qovurilgan masalliqlarning ustiga qaynagan suv quyamiz. Avvaldan qovurib qo'yilgan qiymali koptokchalarni solamizda 1 soat qaynatishga qo'yamiz. Taomimizga ketadigan dukkakli mahsulotlarning hammasini video ostida yozib qoldiramiz. Avval yaxshilab yuvib olamiz, so'ng qaynagan taomimizni ustiga solamiz va mahsulotlarimiz hammasi yetilib pishguncha o'rta olovda qaynatamiz. Qaynab pishgach, kukuruz va garohni solib yana 5 daqiqa qaynatamiz. Ichi to'la vitaminli taomimiz tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling.